qadrli yurtdoshlar, qadrli buxoroliklar, vobkentliklar, mana biz hozir Vobkent tumanini Ko'lxatch mahallasidamiz. Ashurov Jobir xonadonidamiz. Bizga bir murojaat keldiki, shu Jobir do'stimiz anchadan beri, qarib 1 yildan beri mana shu kichkina qizaloqlari 4 yoshli Marjonaxonni og'ir betob bo'lgani haqida gapirib o'tdilar. Uni Toshkentlarga ham yetib ko'rdilar. Olib bormagan joylar qolmadi. Yangi aslida o'zi qizchamizga nima kasallar? Nima bo'ldi? Tug'ma yurak karobi edi. Nima yurak karobi? O'sha Toshkentga ko'chada borib keldik, Toshkentliklar adres qilamiz dedim. Cho'chardan keldi. Keyin o'sha dorikol yozib berdi. Shu dorikolni ta'siriga jigarga kista bo'lib ketdi. Shu kista bo'lib ranglari sarg'ayib, ahvoli bir ahvol bo'lib qoldi. Oxirgi borib ham qo'lida doktorlar сөйтіп qancha nima qildi, gapirdi. Uy savatga operatsiya berdi. Mana bu ikkilasini olib tashladilar buni. Hozir taloq olingan. Taloq olingan. Qitaqot esa qorni shishadi, zo'riqadi. Xo'sh, qadrli do'stlar, mana nima haqida bo'lib o'tganimizni eshitib o'tdingizlar. Biz shifokor emasmiz. Qo'ldan kelgancha o'zimiz shu narsalarni so'rab oldikki, aynan nima dardlari borligini. Shu qizalog'imizni hozirgi davolatishda imkoni ham bor, davosi ham bor, lekin bularning oilaviy sharoitlari ko'tarmaydi. Oilaviy sharoitlari o'ziga qiyinchilik bilan yashab kun ko'radilar. Og'ir mehnatda yuradi. Ana Jobir do'stimiz yaxshi doimo zaribdor, Ko'lxatib deyarli hamma tanisa kerak. Yaxshi inson, doim mehnat ichida yurgan inson. Hozirda bularni qizlarini davolatishda imkoniyatlari yo'q. Biz sizlardan iltimos qilib so'ragan bo'lardikki, kimning imkoni yetsa, kimning sharoiti yetsa, shu videomizga befarq bo'lmasdan mana shu pastda katta nomerlarni yozib qoldiramiz. Shularni o'zlariga, katta nomerlariga ehson hadya qilishlaringizni iltimos qilgan bo'lamiz. Bundan tashqari kimda karta yo'q, uyini bilgan, xonadonni bilgan, yurakdan, chin ko'ngildan qo'llariga naqd qilib ketirib berishlaringiz ham mumkin. Ehsonni katta kichik bo'lmaydi, 5 ming, 10 ming uni ham daxli yo'q. Qancha bo'lsa imkoniyatimizdan kelib chiqib, shularga yordam qo'lini cho'zaylik. Birgalikda hammamiz agar birlashsak, ko'p mana shunaqangi ehsonliklarni davom ettiramiz. Xudo xolasa, undan tashqari bir niyat qilib kelgandimki, mana shu tarmoqlarga tarqatib videomiz ko'p prosmotrga ega bo'lib ketsa, guruhlardan ko'proq odam qo'shib, shularni bir yuqoriroq olib chiqib bilsak, balki bizni bir mashhur blogerlar kuzatib tursa, shularga yetib borsak, mana shunaqa qiynalgan oilalarga kelib yordam qo'lini cho'zgan bo'ladi. Bu xonadonda Jobir do'stimiz akalari bilan ikki xonadon bitta hovlida istiqomat qiladilar. Oilaviy sharoitlarni ko'rib bilgan holatda biz video murojaat qildik. Bu videoni do'stlaringizga, yaqinlaringizga, jamiki hammaga jo'natib qo'ying. Ko'proq odam ko'rsin, gruppaga ko'proq odam qo'shing. Pastdagi raqamga karta raqamlari, telefon raqamlarini qoldiraman, o'zlariga qo'ng'iroq qilib, o'zlari ko'rib, xonadonlarga kelib, ehsonliklarni ham qilishlaringiz mumkin. Aminmanki, bu videoroligimiz sizlarni befarq qoldirmaydi. Ko'rishguncha xayr. Bizni kuzatib boring, biz yana videorolik qilamiz.